Kuni kecha Iqtisodiyot va pedagogika universitetining yangi zamonaviy o'quv binosiga Qashqadaryo viloyati hokimi hurmatli Murodjon Azimov tashrif buyurdilar va tashrif davomida ushbu maskanda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari bilan yana bir bora yaqindan tanishib, binolarni bir qator ko'zdan kechirib, kerakli maslahatlarni, kerakli tavsiyalarni berdilar. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti viloyat hokimligi bilan yaqindan hamkorlik qilib, yosh avlodni kelajakda yetuk mutaxassis bo'lib shakllanishlari uchun kerakli barcha shart-sharoitlarni yaratishga alohida e'tibor qaratmoqda. Mana shu o'rinda Iqtisodiyot va pedagogika universiteti ma'muriyati nomidan Qashqadaryo viloyati hokimligiga ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlashlar, bildirilgan ishonchlar uchun alohida minnatdorlik izhor qilamiz. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti bugun xalq e'tirofida. Albatta, kelgusida minglab talaba yoshlarimizni yetuk mutaxassis qilib tarbiyalashni, ularga ilm va ma'rifat ulashni o'z oldiga maqsad qilib olgan.